O'sha Ispaniya terma jamoasining qanday qilib 2026-yilda jahon chempioni bo'lgani fosh etildi. Bu juda oddiy narsa edi. Bu oddiy qanday desam bo'ladi? Oddiy amalga oshirilgan ish edi. Buning uchun bular qayerga murojaat qildi va kim bilan gaplashganini hozir men sizga aytib beraman. Kimni tanish-bilish qilganini hozir men sizlarga hammasini aytib beraman. 90-yillarning oxirida Jose Mourinho Barselonaning o'smirlar jamoasiga trener bo'lgan birinchi marta 1974-yili Niderlandiyalik Rinus Michel bo'ylab topgan tiki-takani o'sha yerga joriy qilib ko'rdi. Keyinchalik Josep Guardiola Barselonaga kelgandan keyin Barselonada birinchi bo'lib tiki-takani Barselonaga Josep Guardiola qo'llab ko'rdi. Buni ko'rgan Del Bosque 2000-yillarning boshlarida, to'g'ri 2010-2008-yillarda o'sha Ispaniya terma jamoasiga qo'llab ko'rdi va shu bilan Ispaniyani ham jahon chempioni, ham Yevropa chempioni qila oldi. Keyinchalik esa mana yangi hozirgi trener kelgandan keyin mana Ispaniyaga shu tiki-takaga Janubiy Amerikaliklar bilan olish uchun o'sha Janubiy Amerikaning taraf uslubini qo'shgan holda, yo'g'otirgan holda doimiy tiki-taka uslubini yangicha yo'sinda, ya'ni yarim himoyachi va himoyachilar bilan birgalikda qo'shib buni tatbiq qildi va shu bilan Ispaniya jahon chempioni bo'ldi. Demak, terma jamoa tuzish uchun u Qirg'iziston terma jamoasi bo'ladimi, Gruziya terma jamoasi bo'ladimi, O'zbekiston terma jamoasi bo'ladimi, ularda doimiy uslubi bo'lishi kerak. O'sha terma jamoaning doimiy uslubi bo'lsa, bu kamanda jahon chempioni, bu milliy terma jamoa jahon chempioni bo'la oladi. Buni men necha yillardan beri aytaman. Bizni O'zbekistonga ham bu shunaqa Temur saltanati degan doimiy uslub men ishlab qo'yganman. Shuni qo'llash kerak. Shunda chempion bo'ladi. Mana Sindorovda 16 ta jahon chempioni bo'lgan Sindorov shaxmatchisi 16 ta shaxmatda hujumchilari bor, o'sha himoyachilari bor. Shular orqali jahon chempioni bo'lyapti. O'zbekiston bokschilarlari ham jahon chempioni bo'lyapti. Demak, futbolda ham jahon chempioni bo'lish uchun o'sha bitta qilib mush qilib yig'ish kerak, hammani bitta jon qilish kerak. Mana Ispaniya tiki-takani qo'llab jamoaviy futbolni shunaqa zo'rlashtirgan uchun hatto Argentina birinchi taymda hatto bitta atvoradan zo'rg'a qildi xolos. Hatto varadaga to'g'ri to'pam tepolmadi. Nimaga? Tiki-taka bilan taranning o'sha himoyada va yarim himoyada qo'llanishi shunaqa katta kuchga ega. Chempion bo'lish uchun Ronaldoga o'xshagan, Messiga o'xshagan yoki Fransiyalik o'yinchilarga o'xshagan, Mbappega o'xshagan super mega yulduzlar kerak emas. Bu jamoa o'yini. Jamoa bo'lgandan keyin bitta uslubda aqlli futbol ko'rsatish kerak. Men Ispaniyani xuddi shunday fosh qildim. Qisqasi futbolda, hozirgi yangi futbolda zo'r o'ynashni biladigan jamoa emas, zo'r o'ynaydigan jamoalarni o'ynatmay qo'yadigan jamoalar yutadi. Men Ispaniyani xuddi shunday tasavvur qildim. Masalan, men Qirg'iziston milliy terma jamoasiga futbol bo'yicha bosh trener bo'lsam, Manas degan uslubda o'ynataman va ularni jahon chempioni qilaman. Gruziyaga bosh trener bo'ladigan bo'lsam, Gruziyaga Data Tutashka degan uslub ishlab qo'yganman, o'sha bo'yicha jahon chempioni qilaman. Angliya yoki Fransiyaga bosh murabbiy bo'ladigan bo'lsam, Gentleman degan uslub ishlab chiqqanman. O'sha tiki-takani qanday qilib majaqlab tashlashni hammasi o'sha yerda ko'rsatilgan. Xuddi shaxmatdagi yurish donalari kabi, shaxmat kombinatsiyalari kabi shunaqa kombinatsiya qilamanki, Ispaniya umuman markazdan o'tolmaydi. Kecha Argentina hech qanday kuchsiz, Fransiya qanday kuchsiz qolgan bo'lsa, Ispaniya oldida. Xuddi o'shadek Ispaniyani o'zini zanjirlab tashlayman. Buning uchun esa odamga imkoniyat berish kerak. Masalan, hamma jahon chempioni bo'lgan shaxmatchilar, Kasparovdan tortib Sindorovgacha va boshqalar mana Anand bo'lgan, hammasi o'zining kuchi bilan bo'lgan. Demak, 11 kishini birlashtirib jahon chempioni qilish bu 90% murabbiyga bog'liq deb bilaman. Mana men Qirg'izistonni chempion qilaman dedimmi? Agar Qirg'izistonga bosh murabbiy bo'lsam, o'sha Manas degan uslub bilan bularni yanagi 30-yilda jahon chempioni deb e'lon qilishinglar mumkin. Masalan, Nadal Axalkadze 90-yillarda, o'sha 80-yillarda boshida qanday Dinamo Tbilisini yuqori darajaga ko'tarib Yevropada chempion qilgan. Qanday Sergey Alenikovlarni o'ynatgan, Gotsmanlarni o'ynatgan o'sha Belarusiyani treneri, hozir oti esimga kelmay qoldi. O'sha qanday chempion qilgan. Ko'p narsa trenerga bog'liq. Masalan, Jose Mourinho Manchester Cityni ko'rsam o'yinini Ispaniya bilan bir xil.
Onu ko'rsam, Ispaniya bilan Manchester City o'ynayapti. Formasidan ajratib bo'lmaydi. Manchester City'ni ham shunday darg'a joylarga o'sha Josep Guardiola keltirdimi? Eduard Malapey Dinamo Minskda chempion qilgan. O'sha Dinamo Minskda vertikal zanjir usulini o'ylab topib, Dinamo Minskda chempion qilgan. Demak, har qanday komandani trener, ya'ni bosh murabbiy chempion qila oladi. Men bemalol ayta olamanki, agar hozir Qirg'izistonga yoki Gruziyaga yoki Angliyaga yoki Fransiyaga bosh murabbiy bo'lsam, yoki O'zbekistonga bo'lsam, o'sha millatning mentalitetidan kelib chiqib, o'shanga qaysi komanda bilan o'ynayotganiga kelib chiqib, o'sha doimiy uslubni o'zgartirib kirsam, ularni chempion qilishim mumkin. Rahmat.